O'ylab baqing, hozir hammamiz nimaga qul bo'lib qoldik? Sosyal mediaga qul bo'lib qoldik. Telefonga, o'rinsiz yemak-ichmaklarga, vaqt isrofchiligiga qul bo'lib qoldik. Itkopda hayotingizni qaytadan ko'zdan kechirib, nima uchun yashayotganligingizni, hayotingizning maqsadini, ahamiyatini qayta o'ylash fursati bo'ladi. Mana Ramazonning oxirgi 10 kuni bizni kutib turibdi. Qalbimizni qadr kechisining nuri bilan yoritishga, ruhimizni itkopning pak suvlarida yengilashga, hayotimizni ilohiy muhabbat bilan qayta bizashga tayyor bo'laylik. Yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon, ibodatda usul ko'p, fazilatga boy. Ramazonning oxirgi 10 kuni yaqinlashganda hammamizning qalbida boshqacha bir tuyg'u uyg'onadi. Bu kunlarda masjidlar itkopga kirgan kishilar bilan liq to'ladi. Buni Misrga berib baqqanlar texmi yaxshi biladi. Undaqda itkop degan nima? Bu faqat jismoniy jihatdan dunyodan ayrilishla emas, balki qalbimizni, ruhimizni butunlay Allohga qaratish deganlikdir. O'ylab baqing, bugungi kunda hammamiz kundalik turmushning aldirashchiligi, sosyal medianing davomli diqqatimizni tortib turishi, moddiy dunyoning g'alvag'ashlari ichida mashg'ul bo'layotimiz. Itkop bizga o'zimizni qaytadan tepish, ruhiy dunyomizni qaytadan yangilab chiqish imkoniyatini sunadi. Shundaqla asli o'zimizni, haqiqiy o'zimizni qayta tepib olish fursatini beradi. Undaqda itkopga kirish degan nima? Itkopga kirish deganimiz dunyolik butun ishlardan qo'l uzib, faqat Alloh taologa yaqinlashish maqsadida itkopga kirish niyati bilan erlarning 5 vaqt namoz o'qiladigan masjidda, ayollarning bo'lsa o'z uyidagi namozgohida ibodat uchun ayrim vaqt ajratishini ko'rsatadi. Qalbimizning Alloh taolo uchun xoli bo'lishi, Alloh taoloning afu mag'firati va roziligiga erishish uchun yolvorib duo qilishi itkopning ruhidir. Bu haqda Ato rahimahulloh mundaq deydi: itkopga kirguchi xuddi ulug' bir kishining ishikining oldida o'ltirib, hojitimni ado qilmoqchi sening ishikingning oldidan ayrilmayman deydigan ehtiyoji bor bir kishiga o'xshaydi. Chunki itkopga kirguchi Alloh taoloning uyida o'ltirib, mening gunohlarimni kechirmoqchi sening uyingdan ayrilmayman deydi degan. Bu nima degan kuchlik o'qishtish? Bu bizga itkopning nima ekanligini texmo aniq ko'rsatib turadi. Itkop chin qalbdan Allohga yuzlanish, qalbimizni yuyish, Allohning rahmatiga erishish uchun qilingan samimiy iltijodir. Itkop haqida ya'ni Shoh Valiyulloh Dehlaviy rahimahulloh mundaq deydi: itkopda inson farishtalik maqomiga yetish uchun asosiy qadamlarni oladi. Buning uchun dunyolik ishlardan, nafsining orzularidan voz kechidi degan. Shundoq aziz qarindishim, nafsimiz bizni har doim havoyi havaslarga, o'yin tomoshalarga tortib turganlikdan qalbimizning Allohga bog'lanishiga to'salg'i bo'ladi. Shunglashqa nafsimizni kontrol qilish uchun Ramazonning oxirlarida itkopga kirish orqali ruhimizni, qalbimizni Allohga bog'lab olaylik. Yana bir savol: itkop bizni qanday o'zgartirdi? Birinchidan, Alloh taolo bilan yolg'iz qilish fursatini berdi. Itkopda siz o'zingizni butunlay ibodatga bag'ishlaysiz. O'ylab baqing, dunyoviy g'alvag'ashlardan yiroq, butun vujudingiz bilan Allohga yuzlangan vaqtingiz qanday bo'ladi? Bu shundoq bir hol tuyg'uki, so'z bilan ifodalash intayin qiyin. Buni faqat yashab baqqan kishilar his qila oladi. Shunglashqa kimiki Allohni tunishni xolisa, xilvatda uni zikr qilsin. Bu bizga Allohni tunishning, uningga yaqinlashishning eng yaxshi yo'li xilvatda, yolg'izlikda uni zikr qilish, uni aslash ekanligini ko'rsatib beradi. Ikkinchidan, nafsingizni tizginlashni o'rgatadi. Itkopda nafsimizni kontrol qilishni o'rganamiz. O'ylab baqing, hozir hammamiz nimaga qul bo'lib qoldik? Sosyal mediaga qul bo'lib qoldik. Ya'ni telefonga, o'rinsiz yemak-ichmaklarga, vaqt isrofchiligiga qul bo'lib qoldik. Bular nafsimizning tizginsiz xohishlari emasmi? Itkopda biz bu nafsoniy xohishlardan yiroqlashib, ruhimizni oziqlantiramiz, Qur'on o'qiymiz, zikr aytamiz, namoz o'qiymiz, duo qilamiz. Shuning bilan qalbimiz zanjirlardan ozod bo'lib, haqiqiy erkinlikka erishadi. Haqiqiy erkinlik aziz qarindishim, nafsining qulluqidan qutulishdir. Uchinchidan, bir kechada 83 yillik ibodat fursati. Bilginimizda Qadr kechasi Ramazonning oxirgi 10 kunida yushirilgan. Alloh taolo bu kecha haqida Laylatul Qadri xayrun min alf shahr, Qadr kechasi 1000 oydan yaxshidir deydi. Undaqda bu qanchalik vaqt? Hisoblab baqsaq 83 yil 4 oy. O'ylab baqing, biz qanchalik yashay olamiz? Balkim 70 yil, balkim 80 yil yashashimiz mumkin. Undaqda biz butun umrimizni ibodat qilib bag'ishlay olamdik? Albatta yo'q. Ammo Alloh taolo bizga mana bir kechada 83 yillik ibodat savobiga erishish fursatini berdi. Bu nima degan
ulug' rahmat, nima degan cho'ng ne'mat. Itkopda bu kechini tepish imkoniyati texmi yuqori bo'ladi. 4-dan qarindoshlik rishtini chingatish. Masjidda boshqa mu'minlar bilan birga itkopda bo'lganda jamoat ruhi kuchaydi. O'xshash nishon uchun yig'ilgan insonlarning orasida qarindoshlik tuyg'usi texmi yuqori bo'ladi. Bir-biringizni yaxshi ishlarga undaysiz, bilim, tajriba almashtirasiz, birlikda ibodat qilasiz. Shunga bu fursatni g'animat bilan. Undaqda hozirgi kunimizda itkopning nima ahamiyati bor desangiz, hozirgi kunimizda aldirashchilik, moddiy dunyoning hujumi ichida musulmonlar ruhiy jihatdan qattiq qiynalyotdi. Mana mushundaq paytda itkop bizga yordam qiladi. Birinchidan itkop digital dunyodan aram elish fursatini beradi. Hammamiz kunda qancha soatlab telefonga qaraymiz, kompyuter ochamiz, sotsial medialarga kiramiz. Bu odatlar vaqtimizni, kallamizni, qalbimizni qanday mashg'ul qilyotdi? Itkop mana bu digital dunyodan qisqa mazgillik bo'lsa-mu ayrilib, zihnimizni poklash, ruhimizni aram aldirish fursatini beradi. Ikkinchidan itkop qalb kasallariga shifo bo'ladi. Alloh taolo bu haqda ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, bilinglarki qalblar faqat Allah'ni zikr qilish bilan aram topadi degan. Qalbingizda g'aflat, hasad, manmanchilik, ochko'zlik va uningdan boshqa qalb kasalliklari bo'lsa, buni davolashning haqiqiy dorisi Allohni ko'p zikr qilish, Allohni ko'p eslash. Itkop bo'lsa, mana bu dorini eng ko'p iste'mol qila oladigan fursat. Uchinchidan itkop hayotingizni qaytadan tartibga solish fursatini beradi. Itkopda hayotingizni qaytadan ko'zdan kechirib, nima uchun yashayotganligingizni, hayotingizning maqsadini, ahamiyatini qayta o'ylash fursati bo'ladi. Aldirashchilik ichida unutilib ketgan asosiy qadr-qimmatlarni qayta bayqaysiz. Shuning bilan normal hayotingizga qaytgan vaqtda eng muhim ishlardan boshlab hayotingizni to'g'ri tartibda davom qildirishni o'rganasiz. Xulosa qilgan vaqtimizda itkop faqatla an'anaviy bir ibodatlar emas. Itkop hozirgi musulmonlar uchun ruhiy davolash programmasidir. U bizga qalbimizni poklashni, nafsimizni tarbiyalashni, Alloh bilan bo'lgan munosabatimizni kuchlantirishni, hayotimizni qayta tartibga solishni o'rgatadi. İmam G'azali rahimahullah qalbdagi g'aflat nurliq aynak ustiga qo'ngan chang tuzonga o'xshaydi. Agar u chang tuzonlar tozlanmasa, haqiqatning nuri aks etilmaydi degan. Mana itkop qalb aynakimizdagi chang tuzonlarni supurib tozlaydi. Shuni unutmasligimiz kerakki, itkopning g'oyasi faqat Ramazondagi bir necha kunlik ruhiy yuksalishlar emas, balki butun yil bo'yi davomlashadigan ruhiy o'zgarishning boshlanish nuqtasi. Har birimiz bu oltin fursatni g'animat bilib, uningdan unumli foydalanish uchun tirishishimiz lozim. Mana Ramazonning oxirgi 10 kuni bizni kutib turibdi. Qalbimizni qadr kechisining nuri bilan yuritishga, ruhimizni itkopning pok suvlarida yengilashga, hayotimizni ilohiy muhabbat bilan qayta bizashga tayyor bo'laylik. Alloh taolo hammamizni bu fursatni ching tutib, hayotimizni qaytadan ratlab chiqishga nasib qilsin, qadr kechisini tepishga muyassar qilsin. Amin.